5 narsadan voz kechib, 5 narsani hayotingizga tatbiq qiling. Inshaalloh foydali ma'lumotlar beraman. Birinchisi, shikoyat qilib yashashlikdan voz kechib, shukur qilib yashashlikni odat qiling. Allohga qayting. Ibodatlaringizni vaqtida qiling. Ikkinchisi, o'tib ketgan ishlarni o'ylab, ularga siqilib, umringizni o'tkazmang. Bugungi kuningizga e'tiboringizni ko'proq qarating. Uchinchisi, ko'p gapirishdan tiyiling, ko'proq tinglashni odat qiling. Bu ancha o'zingiz uchun foyda. To'rtinchisi, bugungi qilinishi kerak bo'lgan ishlaringizni ertaga qoldirmang. Bugunni o'zida bajaring. Chunki hali aytganimdek, ertaga bormizmi, yo'qmizmi Alloh taolo biladi. Kunlaringizni tartiblang. Hech qachon bugun qilishingiz kerak bo'lgan ishni ertaga qoldirmang. Chunki siz uchun hech kim qilib bermaydi. Sizni rivojlanishingiz hech kimga kerak emas, o'zingizdan boshqa hech kimga kerak emas. Beshinchisi, odamlarga yoqib yashashlikdan. Odamlar nima deydi ekan? Odamlar nima deb o'ylaydi ekan? Qilayotgan ishimni odamlar qanday qaraydi ekan, qanday baholaydi ekan deb yashashlikdan voz keching. U kerak emas. Odamlar deydi. Xohlasa desin, xohlasa demasin. Siz o'zingizga sodiq bo'ling. O'zingiz yaxshi ko'rgan ishlar bilan shug'ullaning. Faqat shariat chizig'idan chiqmagan holatda. O'z yaxshi ko'rgan ishlarni qiling. Shularga amal qiling, Xudo xolasa hamma yo'l 5 bo'ladi. Bu videoga obuna bo'ling, like bosing, kommentariyada nimadir yozib keting. Sog' bo'ling.